Biz yukarı nim degende şu şart yo'qolganda şu 7 şart aslida bu xil fe'l tajibning bu ikki siyg'isini chiqariladigan bo'lgan. Shu 7 xil shartga rioya qilish shu 7 shart aslida. Ham bu 7 shartning qaysi birisi yo'qolgan chog'dachu u qanday bo'ladi deganda ashdid yoki ashadda yoki bu ikkisining o'xshiki aksara azyada degandek bular shu shartni yo'qotib qo'yishning o'rnida xalif bo'ladiki o'rnida keladi degan to'q. Ma ashadda dahrajatahu va ashdid bi dahrajatihi ma aqbaha avarahu va aqbih bi avarihi degan o'xshash masalan. Hem bu şartını yo'qotib qo'yishning masdari qanday qilamiz? Masalan, ma ashadda dahrajatahu dahrajat degan fe'l masalan bu rubai mujarrad bo'ldi-da bu. Shart ko'rmadi mana, shart yo'qoldi. Bunda qo'ygandan keyin buningki masdari dahraja mozi dahriju muzar dahrajatan masdar. Bu shartni yo'qotib qo'yishning masdariki dahrajatan ay ashaddadan keyin zavar bo'ladi degan. Ma ashadda dahrajatahu deb. Ashaddadan keyin o'shundaqkan. Endi ashdiddan keyin bo'lsa desa, ashdiddan keyin ya'ni af'aldan keyin shu shartni yo'qotib qo'yishninki zirv qilish bilan harfin jar bilan o zirv qilish vojib bo'ladi. Masalan, va ashdid bi dahrajatihi degan o'xshash. Va aqbih bi avarihi degan o'xshash masalan. Endi tavanda va bin nudur hukm li gayri ma zukir va la taqis alallazi minhu usirdir. Va hukm qilgan ma zukirning g'ayriga nadirlikdan hukm qilyapti. Bu shozkan, bu ozkan, daflikullanlar bu nadirkan deb nadirlikdan hukm qilgan. Nimaga ma zukirning g'ayriga? Yuqorida tilga ilinib qolgan narsaning boshqasi kelib qolibdi. Masalan, shundoq yuqorqi formula muayyan, ro'shan bo'ldi ana. Shart shurutlari hammasi bayon qilindi. 7 xil shart ostida siyg'at ta'jub siyg'a qilindi deb. Tuyuqsizlik bilan bu yuqorqi o'tirib qo'yilgan 7 xil shartninki aksiya, uning muxolifida bir siyg'il kelib qolibdi. Bu 7 xil shartninki hech qanday tushmasdan. Bu mana bu ta'jubdan siyg'isi kelib qolibdi. Kelib qolgan bo'lsa buni nodirlikni hukm qilyotgan. Bu nayta ozgan, kamkan, shozgan debliklar tugatgan nodirlikni hukm qilmaydi. Ammo mantiqlarda nodirga mahal yo'q. Bir narsa bo'ladi, 100 bo'ladi. Masalan, bir narsa 199% bo'lib, bir modda agar bir narsa taxalluf qilgan bo'lsa, hammani bekor qilyotadi. U nodir bilan oz pozdan ishi yo'q. Ammo nahviy qoidasida ma'noda shoz, oz, nodir, qalil o bu deganga biroz bo'sh qo'rin bor. Demak, mazkurning g'ayri uchunchi yuqorida tilg'ilgan narsaning boshqasi uchun yuqorida tilg'ilgan 7 shartning xilofida kelganligi uchun nodirlikdan hukm qilgan. Ammo o'cho shu ay nodirlik bilan rivoyat qilgan narsaning o'zigacha qiyos qilib o'ltimi. Amma nodir deb kelibdi. Bu nodir o'qishga ma'lum mana deb baqsaq bo'g'dakda biz ay nodirga qiyos qilib turib davjima. Hargiz qiyos qilib qolma. Andaq bir nodirgiki ay nodirdancho ay yuqorga tilg'ilgan narsaning g'ayridan ay rivoyat qilgan mushu narsaning o'ziga mush narsaning o'zini qiyos qilib qolma. Andaq bir narsaga rivoyat qilindi. O narsani ay shu mazkurning g'ayridan yuqoritilgan narsaning g'ayridan shartning sirtida bo'lgan narsaning o'zini bu nodirga hargiz qiyos qilib qolma. Ma'na shartiga tushmabdi. Buni biz shu nodir deb qo'llansak bo'g'daqqa deb o'zbashimchilik bilan o'zingcha qiyos qilib qolmagan deydi.
Ee, Mesela yani demekçi pil tercihinin kurulması nimlen buluttu kaçan pil tercihinin kurulması kept. Mesela o ilki ininden çoğu kurulmaydıgan o pil tercihinin sığız kurulmaydıgan yukarı dep üt ketken okşaş. Mundaq bir piladın gep kept. Onunla biz nadirlikle hüküm kıgantık. Emde muşu nadirlikle hüküm kılıngan. Bu ilki simaen Mındak nadir az kip kaptı diyennesi kesip oltumari. Mesela ma ahsarahu dep. Asıl nime ma ahsarahu. Bu uhtusira dep. Bu mesela ne oldu? Üç harften ziyade oldu benim. Ma ahsarahu. Bu ihtasara yahtasirudun çıkırılıp bu pil, beş harf pil oldu da mesela üç harf olmaya kap kaldı. Es şart üç harf kuluş gerekti. Min zi selasin ve suğhuma min zi selasin suripa degендек ana aşpeytin royga qaraganda bu üç harf kuluş gerekti. Üç harf kulmay bir beş harf kulub kaptı. Bu ma ahsarahu deptik mesela. İhtasara degen pilden çıkarılıptı bunu. Bu üç harf bina pil çoğu ziyade kaptı. Bunu biz bu nadir de hüküm kandık. Ama nadir de hüküm kılıngandan keyin bunuğa başka narsa kısıp oltumarıydı. Mesela ma ahmaqahu depti de. Bu af'ala vez kelgen bir sıfat noktugan bir pilogan bu. Ma ahmaqahu. Asli hamika yahmaqu. Bu bir eyip nokturgan pilogan bulup bu hamika ahmaq oldu degendek. Mesela bunundan nima eşhelek okşap kaldı da bununki sigisi. Bundak bunundan çok pil tekemmesi gerek. Ma ahmaqahu diyendek mesela. Bunu müşümüşüş bunu hem de kıyas olduğumu gandaydı. Bunun bu kıyas kılıp, bunun nadir de kıyas kılıp kılam, nadirlik kıyas kılayla edip kıyas kılma deydi. Mesela ma'asahu ve a'si bihi diyen kursuz. Bunun ef'ala ve ef'il bihi niço bu esadın çıkarıp, ve esa gayri mutasarrif demene. Bunun ona kursuz ma asahu ve a'si bihi dep bu nadir olan nasiye ço kıyas kıp oltumağın deydi, kıyas kılma deydi. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمان. Am bu babdan pele mukaddem kılınmaydı. Mukaddem buludu ama len yukaddeme ma'muluhu degen şu o ilgir kılınmaydı. Bu babdan pilinin bu babdan pilinin şu ma'mulini ilgir kılınmaydı ki mesela Zeyden ma ahsana mana değilmeydi. Demek bu pil tacibden ma'mulinin tahir vacip değil de. Pil tacibden ma'mulinin kinkiliş lazım. Ve o pil tacibçi yüzün yine şu ay ma'mul yani amılga ulunuş lazım. Demekçi de. Bu batının pili. Her güzmü ilgir kılınmaydı o. O pilinin ma'mulunu ilgir kılınmaydı. Ve lazım tuttu o pilninki o ma'mulninki vaslını ulaşını nimege ay pilga. Lazım tuttu o nuhatla nahvi ulmaları o ma'mulning jo ulaşını aş pilga ulap ekliş nergüz arıga pasıl kırıp kap kasmamaydı. Mesela Zeyden ma ahsana mana divel çıkmamaydı. Va dilmeydi ki ma Zeyden ahsana deyişken olmaydı.
Ma zaydan ahsana degan ham bo'lmaydi. Va deyilmaydiki masalan bizaydin ahsin. Af'il bihini o'zicha ahsin bizaydin deyishga bo'ladi. Ammo bizaydin ahsin deyilmaydi. Buni shunday qanday qiladi deganda bu omilni bu ma'mulga vasl qilish vojib. Demak, ikkisining orasini ajnabiy bir narsalar bilan fasl qilib bo'lmaydi. Masalan, ma ahsana mu'tiyaka dirhama. Deyilmaydi. Ma ahsana mu'tiyaka dirhamaning o'zida ma ahsana dirhama mu'tiyaka buni deysam bo'lmaydi deydi. Ma ahsana mu'tiyaka ad-dirhama. Neyim güzel kılıvatkandı? Sana bəgüçünü, sana şu dirhemni bəgüçünü diyenin özü de mu'tiyaka ahsananın mef'ulun bisiti. Ma ahsana mu'tiyaka ad-dirhama diyenin özü şu ma ahsana dirhama mu'tiyaka deb bu ahsana bilan mu'tiyaka bu fil failning bu orlig'ini şu nimlan pillan bu maf'ulun bilan orlig'ini ad-dirhama degan bir ajnabiylan buni muqata qilib, buni uzib, buni fasl qilishga bo'lmaydi deydi. Xo'sh. Endi وفصله بضرب نو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر deydi. Endi şu ma'mulni o pilden fasl qilib etish, ayırıp etish, darb bilan yoki harf jar bilan o ishlatilgan ish, o boy ish bo'laydi. Demak, zarb yoki majrur bo'lgan narsa ma'mul da pil tajib bilan u vaqtda bu faslninki durust ekanligida biraz ixtilof bor. Mashhur uninki durust ekanligi. Yani İmam Akbaş ve İmam Mubarrid ve bu ikisinin sebdaşları yok. Bu harfçar bilan fasıl bo'lib qolganda, harfçar bo'lib qolganda zarb yoki harf nima majrur bu filninki fil tajib bilan ma'mul bo'lgan chog'da buni fasl qilish bo'lmaydi deydiganlar bor ekan. Mesela nim debdi? Ma ahsana fil hijai liqa'aha ve akrama fil lezabati ata'aha degan o'xshash. Ma ahsana fil hijai liqa'aha. Nim güzel qandida fil hijai. Hijada o ayoldan ushqishni debdi de. Mesela ma ahsana fil Zamir fail ma qaytadigan liqaha maf'ulun bih mudafun maf'ulun bih fil hija mana bu ajnabi bir harf jallan fasl qilindi. Buna o'xshash demak u pilning ma'muliki masalan ahsana bilan liqaha ahsana amil liqa ma'mul bu ikkisining orlig'ini fil hija degan harf jarlan yoki darb bilan Uş fasl qilish bu musta'malun yani bu ishlatilgan ish bu durust demakchi gapda. Ve asbata fil mukramati baqa'aha madabtu. Masalan shunga o'xshash. Nim naiti puxta qilayotganda u ishning isl ishlarda u ishning qilib qilishini, ana davom bo'lishini degan o'xshash. Asbata ma asbata fil makrumati baqa'aha deganda asbata fil zamir fa'il baqa'aha muzof maf'ulun bih makrumat bu mana shu ajnabiy harf jar yoki nim bilan zarb bilan fasl qilinib ketib qoldi. Bu bunda xulush amrun musta'mal.
Bu durust iş deydi. والخلق في ذاك مستعمل والخلق في ذاك استقر. Müstamel olmayına kilidi derdi bu. Hem ihtilap muşunda yeynola kanında muşu hep al tecib pil tecibinin üzülen ve pil tecibinin ki ma'muli. Muş ikisinin arasınca harp cerlen yaki darplan paslı kılışının özü ihtilap şu paslı kılışta pizza kerge muşari iley ne kaydoda paslı kılış pas cimede ay paslı kılışta ihtilap biraz muqimliş qıp kaldı. Bu yenilik emas. Bu yat duyulgan gep bo'lib qolmadi buni ixtilop bo'ladi bo'lmaydi degan bundaq ishlar bu muqimlashib qolgan ish bu ixtilof bu fasl borasida muqimlashib qolib qoldi jiq bir turkumlar durust degan bo'lsa piltaji bilan ma'mulni arquncha zarb yoki harfjar bilan pasl qilish durust degan bo'lsa endi bir turkumlar yo'q durust emas zarb bo'lsin harfjarlar bilan bo'lsin bu yerdagi omillar ma'mulning orasini ya'ni piltajiblan ma'mulning orlig'incha zarb yoki harfjar bilan pasl qilish durust emas deydigan bir turkumlar durust degan bo'lsa endi bir turkum kishilar nuhat ulamolari durust emas deyg'ala chiqib qoldi ixtilof osh pasli borasida istaqarra degan asosan rasmiy muqimlashib qolib qoldi u gaplarniki bu ixtilofot har ikki tarafdan o'ziga loyiq dalil bo'lgan bo'lib bu biroz puttastlab qolib qoldi bu gap demakchi xo'sh bugungi darsimiz alloh subhana taoloning fazli ihsoni va inoyati bilan mushada mushlan kifoyalanib turibmiz Allah halisa kalp dersimiz ya keyingi dersimiz niyame ve bi'sa ve ma cera mecrahuma degan şu babda ders kılındı inşallah yevmil isteynine düşemi günü ögüllik Allah halisa ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Assalamu alaikum.